Yangi O'zbekiston maktabdan ta'lim-tarbiyadan boshlanadi. Agar biz ta'limni joy-joyiga qo'ysak, hamma sohalar rivojlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatlarga tashriflari chog'ida albatta ta'lim muassasalarida bo'ladi. Biz hozir mana Termiz shahridagi 9-sonli ixtisoslashtirilgan maktab-internatdamiz. Maktab 1979-yilda qurilgan, juda ham eski, endi uning o'rnida yangisi qad ko'taradi. Maktab binosi talabga javob bermay qolgan. Sinf xonalari kam. Hozir bu yerda bor yo'g'i 250 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Lekin shunga qaramay maktab-internatda ta'lim sifati yaxshi. O'quvchilarning oliy ta'lim va ixtisoslashtirilgan maktablarga kirish ko'rsatkichlari yuqori. Masalan, ushbu maktab o'quvchilarining 4 nafari bu yil Prezident maktabiga qabul qilindi. Maktab atrofida yangi uylar qurilgan. Demak, aholi soni ko'payib, maktabga talab oshib bormoqda. Prezident ko'rsatmasiga ko'ra, endi bu yerda 1500 o'rinli zamonaviy maktab barpo etiladi. Mamlakatimiz bugun o'z oldiga qo'yayotgan maqsadlarni amalga oshiradiganlar, kadrlar. Muallimning obro'yini ko'tarib, ta'limni to'g'ri yo'lga qo'ymas ekanmiz, natija bo'lmaydi. Shuning uchun kelgusi 5 yilda maktablarni ta'mirlash va rekonstruksiya qilish bo'yicha yangi milliy dastur qabul qilinadi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari maktab o'qituvchilari bilan suhbatlashdi. Ular maktab ta'limini yaxshilash va muallimlarni rag'batlantirish bo'yicha takliflarni aytdi. Shu yerda Surxondaryo viloyatida umumta'lim tizimini rivojlantirish choralari muhokama qilindi. Surxondaryo viloyatida 96 ming qo'shimcha o'quvchi o'rni yaratish rejalashtirilgan. Buning uchun 21 ta yangi maktab va 358 ta maktablarda yangi binolar quriladi. 116 ta maktab mukammal ta'mirlanadi. Axborot texnologiyalari, matematika, kimyo, biologiya fanlariga ixtisoslashgan 19 ta maktab tashkil etiladi.